Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdagi qadrdonlar. Hozirgi kunda Rossiya hududidagi ba'zi bir muammolar haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Ko'pchilik maslahatlarimga har doim amal qilib, ko'p narsalarga erishgan, telefon qilganda ham nimadir maslahat so'rashmoqchi bo'lsa, albatta aytishadi. Siz ana bu videoda aytib o'tdingiz va men shu etapda bir narsaga erishdim yoki bir narsa qiluvdim o'xshadi, yo bo'lmasam siz aytgandek o'sha joyga bormovdim. Boshqalar boruvdi, nimadir bo'lib ketdi. Endi oldindan bilasizlar, reydlar bo'layotgan hududlarni ham aytib o'tib, ko'p narsalar qilib yurardik. Hozirda hayotimda sodir bo'lgan ba'zi bir noqulayliklar uchun mendagi kayfiyat ancha tushkun. O'zimni topolmayapman. Ancha yil oldin, ancha emas, 1 yil oldin sho'x shodon, hamma narsaga havas bilan qaraydigan, orzulari juda ham ko'p ayol edim, lekin 1 yildan beri davleniya, menga nisbatan qilingan harakatlar, o'zimni shunchalik sindimki, ichimdan, o'zim ichimdagi o'zim sindimki, shunchalik bu dunyoda meni hech kimim yo'qligini, Xudodan boshqa hech kimim yo'qligini, hech kim kerak emasligimni, endi majoziy ma'noda yonimda onam, aka-ukam yo bo'lmasam bola chaqam, erim bo'lishi mumkin, lekin aslida inson mana shunaqa vaziyatga tushganda bizni xatoyimiz va faqat biz javob beramiz. Boshqa hech kim hech qanday javob ham bermaydi va sizni kechinmalaringiz, sizni qalbingizda o'tayotgan narsalar uchun hech kim his qila olmaydi bu narsani. Bu narsani tanasida hech kim his qila olmaydi. Chunki u sizni kuningizni ko'rgani yo'q, sizga bo'layotgan anaqani bosimni ham ko'rgani yo'q. U faqat sizdan eshitadi. Faqat bu narsani bitta o'zingiz ko'rasiz va siz faqat bitta o'zingiz kurashasiz bu narsa uchun. Hamma yonidagilar da senga achinishi mumkin, da sen unaqasan bo'ldi deb siz uspakoyit qilishi mumkin, lekin bu har doim ha degan gapni eshitib yurgan odam uchun, hech qayerda yo'q degan so'zni eshitmagan odam uchun juda ham qattiq ta'sir qilar ekan. Men hayotim davomida men hech qayerda yo'q degan so'zni eshitmaganman. Har doim ha, marhamat, пожалуйста, sizniki, nima xohlasam. Nimaga qo'lim uzatsam qo'lim yetgan, lekin bu mana shu yilda уже bolalarimdan boshqa hech kim gapim o'tmayapti. Endi bu narsa lishni bo'ldi, emotsionalniy beriluvchan deb aytadigan odamman. Dardlarimni aytib ketmasligim kerak. Hozir bu dard aytadigan video emas. Men hozirda o'zim ko'p vatandoshlar bilan svязimni tikladim va biz yana o'sha maslahatlar teoriyasida ketyapmiz. Ko'pchilikka maslahat, yordam va ko'p narsalarda orasida men vatandoshlarimizni bir-biriga qilayotgan yomonliklar bilan to'qnashyapman. Kim bilandir kim yaqin o'rtoq bo'lib olgan, kim bilandir kimdir dugona bo'lib olgan va har doim bularda oxiri bir-birini sotish, bir-birini ustidan yozish, yoki bo'lmasam bir-birini aybini ochish, yoki bo'lmasam bir-biriga dushmanlik qilish. Nima deydi? Men 1 yil davomida o'zim bilan o'zim qolib, bu dunyoda ko'p narsalar tushunib yetdim. U dunyoga borganinglarda Xudoga nima deysizlar? Birovlar yomonlik qilayotgan, ayniqsa musofirdagilarga. Na uyingiz bor, na joyingiz bor bu yerda. O'zi ijara yuribsizlar. Masalan deb aytyapman. Kimdir kamsitishmas bu, kimdir voy deb meni o'zimga to'nib ketmanglar. Men bor gapni aytyapman. Hozir bitta oila menga murojaat bilan chiqdi. O'sha yashab turgan joyda bular registratsiyasi yo'q ekan, yashab turgan joyda dogovor yo'q ekan, kimda tashab ketgan kvartira ekan. Endi shu uydagi xotin kim bilandir mojaro chaqib qo'yibdi. Endi u kishi borib uchastkoyga yozib berib, uchastkoy o'zi pul berib yurgan ekan bular. Uchastkoy aytibdi, ertaga tergov anaqa tekshirish keladi, tezki chiqib ketinglar deb. Endi bular chiqib ketishga joyi ham yo'q, puli ham yo'q. Короче, temada aytsang gapir, ertalabgacha gapirasan. Odamlar sizlarga nima yetishmayapti? Nimaga bunday bir-birlaringga yomonlik qilyapsizlar? Nima uchun hammasini yomonlik qilgan odamga ham Alloh bor deb o'tib ketmayapsizlar? To'xtamayapti ba'zi birlar yomonlik qilishdan. Nima bo'ladi? Sizga mana bu dunyoni zo'risan deb boshingizga tosh kiygizib qo'ymaydi-ku yomonlik qilganingizda. Mana shu odamni shunaqa qilib azob berib, oilasi bilan u yoqdan bu yoqqa sarson qilyapsiz. Agar siz yomon odam bo'lsangiz, jamiyatda kirlar bo'lsa, jamiyatda kirlarimiz bor. Ularni to'g'ri yo'qotish kerak, lekin bu butun bir oila haqida suhbat ketyapti. Bitta jamiyatda kir uchun hamma oilani qaqshatish kerak emas-ku. Endi bolasini maktabga qo'yishi bor, o'g'li yana qayerda o'qir ekan, u bor, bu bor. Короче, sarson sargardonchilik. Men vatandoshlarimga bu video orqali yomonlik qilishni bas qilinglar demoqchiman.
bitta odamdan yaxshilik qoladi. U dunyoga borganingizda sizdan kimga nima yomonlik qilding deb so'rashmaydi. Kimga nima yaxshilik qilding deb so'rashadi. Qaysi tomoninglarda nima deydi, jannatga orzu qilasizlar, do'zaxga orzu qilasizlar? Balki ko'pchilik ateistdir, meni kuzatayotganlar. Bilmadim endi. Ateistlardir. Lekin men shu narsani tushunib yetdim. Xudo bor. Men 1 yil davomida 3 marta buni his qildim. 3 marta. Men sizlarga shuni aytmoqchiman. Endi kim uchundir balki meni gaplarim, "Ey, sen kimsan?" deyishlaring mumkin, lekin eshitishinglarni xohlayman oxirigacha. Men hayotimda o'tgan 3 martalik bittasini aytib bermoqchiman. Endi biron pulni aytib berishim mumkin. Men mana shu holatga tushdim. Damashni arest, короче, rosa tushkunlikka tushib qolganman. Hamma narsa men uchun teskari, men nima qilishni bilmayman. Urushga ketaman. Balki o'shanda ham o'zimni vatanimni oldida oqlayman, ham istoriyam buzilmaydi, chunki men organga ishga kirmoqchi edim dedimda. 3 marta urushga zaявление yozdim. Meni qabul qilishmadi, balki mendan katta jinoyatchi yasashmoqchi bo'lishdimi, bilmadim. Va shu orada men boshqa yo'l ko'rmadim, o'zimni o'ldirmoqchi bo'ldim. Uydaman, bolam, ikkita bolam bilan o'zim onam O'zbekistonga jo'natib yuborganman. Kasal bo'lib qolmasinlar, menni o'ylab deb, yana biror narsa bo'lib qolsa o'ligini jo'natish menga qimmatga tushadi. Men hozir sharoitim yo'q degan ma'noda bitta o'zim uydaman. Hayolimda faqat o'zingni o'ldir. Qanaqadir ovoz o'zingni o'ldir deydi. Lekin men o'zimni o'ldirishim uchun duh yetmayapti. Men masalan shunday olib pichoqni suqib yuborsam bo'ladi, o'ylaman. Qiyin emas, yo'qsa tomir kesib yuborsam o'ylaman. O'zimni o'ldirishga o'zimda kuch topa olmayapman. Va men dori ichib o'zimni o'ldirishga qaror qildim. Uydagi barcha dorilarni yig'dim. Bir-biriga allergiya berish kerak va men o'zimni o'ldirishim kerak. Nimadir qilishim kerak. Chunki menda hech qanday umid qolgani yo'q. Men hayotga yetaklaydigan hech narsa yo'q. To'g'ri, ikkita bolam bor, lekin ular meni hozirgi stress holatimni tushunmaydi va men hayotga bo'lgan barcha nimalarim, nima deydi, qiziqish, ishonchim hech narsam qolmagan edi. Chunki hamma meni tashlab ketdi-da. Mayli, men yig'lamaslikka harakat qilyapman, e'tibor beringlar. Keyin hamma dorilarni yig'dim. Endi ichaman va qachon ichay, nima qilay deb nima qilsam ekan, bolalarimni bir qarayman, bir o'lib ketaver, hech narsa bo'lmaydi. Hamma yetimlar katta bo'lgan, balki kuchli odam bo'lar deb o'zimcha-da, endi miya ketib qolgan u. Bir payt eshik jiringladi. Meni hayotimga bitta важный odam kirib keldi. U odam menga shunaqa saboq berib ketdi. U odam o'zi kelgani yo'q. U menga aytdiki, bu shunchaki seni hozirda iymoningni, vijdoningni sinovi bo'lyapti. Men senga nisbatan bo'layotgan ishlarni tushunyapman, ko'ryapman, lekin men senga yordam beraman deb kelganim yo'q. Men senga shunchaki kelajakda yordam berishim mumkinligi haqida gapirib keldim. Kelajakda senga yordam bera olaman. Har tomonlama. Faqat shu hayotingdagi shu qiyin davrdan tinchgina o't. O'zingni qiynama deb menga какой-то bir dalda bo'ldi bu inson va ichimda umid paydo bo'ldi. Demak, men hali ham o'lganim yo'q. Demak, men haqimda o'ylashyapti, kimdir meni dalshi odam bo'lib ketishimga ishonyapti. Endi nimadir bu umid berdi-da, men o'zimni o'ldirish fikridan oxirgi marta qaytdim. Endi hech qachon o'zimni o'ldirishga harakat qilmayman. Chunki meni tasodif emas-da bu. Bu tasodif emas. Men buni tasodif deb hisoblamayman. Chunki men agar 5 minutdan keyin kelganida u odam 5 minutdan keyin kelganda u odam men уже o'lib bo'lgan bo'lardim. Или nima bilmayman, dori ichib o'lsa qanaqa bo'lishini. Уже pozdno bo'lgan bo'larmidi, nimadir bo'lgan bo'lardi. Bu men buni tasodif deb hisoblamayman. Kimdir tasodif deb hisoblashi mumkin boshqa narsa. Bir-biriga yomonlik qilish to'xtatinglar. Hammamiz o'lamiz. Biz shunchaki sinov uchun kelgan odamlarmiz. Sinovdamiz, ayniqsa musulmon musofirlar. Qo'yinglar. Biz Xudoni taniymiz-ku, nimaga bunday bir-birlaringga yomonlik qilyapsizlar? To'xtash yo'q hech qaysida. Hech kim hech narsani olib ketib qolmagan. O'shaning uchun yomonlik qilmanglar, iltimos, to'xtatinglar yomonlik qilishni. Boshqa gapira olmayman.